Mutaxassislar studiyamizda muolajani boshlab yuborishgan. Ular tibbiyot fanlari nomzodi, shifokor, xalq tabobati shifokori, nevropatolog, akupunkturist Azizbek Sharipov boshchiligida poytaxtimizda faoliyat olib borayotgan Dr. Avis klinikasi mutaxassislari. Marhamat, ular bilan tanishib oling. Bugungi ko'rsatuvimiz ekspertlari bilan tanishing. Azizbek Sharipov, tibbiyot fanlari nomzodi, shifokor, nevropatolog, xalq tabobati shifokori, ignoterapevt va xalq tabobati shifokorlari, ignoterapevtlar Olmosbek Quvvatov, Dilshod Murodqulov. Azizbek, assalomu alaykum. Studiyamizda sog'lik salomatlikda ko'rganimizdan mamnunmiz. Azizbek, o'tgan dasturimizda siz mana shu igna sanchish orqali muolajaning afzalliklari haqida gapirib o'tgan edingiz. Keling, bugun suhbatimizni hozirda ko'pchilikni, nafaqat katta yoshdagi, balki yoshlarni ham bezovta qilayotgan yuqori qon bosimi xastaligi haqida gapni boshlasak. Aytingchi, aslida mana shu yuqori qon bosimining sabablari nimada? Juda yaxshi, zo'r savol berdingiz va mavzu juda qiziqarli, aktual mavzu hozirgi kunda. Sababi yosh bolalarda va ilk o'smirlik yoshda, ya'ni bu 7 yoshdan 20 yoshgacha oladigan bo'lsak, hozirgi kunda asosiy ikkita turi bor. Bu birinchisi essensial gipertenziya deydi. Ya'ni u yosh kattalarga o'xshab sog'lom turmush tarzini rioya qilinmagan, vazn ortiqcha bo'lsa, kam harakatsizlik bo'lsa va irsiy sabablar bo'lsa bo'lishi mumkin. Ikkinchisi bu simptomatik gipertenziya. Unda ayrim kasalliklar sababli yuzaga keladi. Ya'ni buyrak, yurak kasalliklari va anomaliyalarda, yana endokrin kasalliklarida bo'lishi mumkin va ayrim dorilarning asorati ham bo'lishi mumkin. Tadqiqot shuni ko'rsatadiki, mana oxirgi 3 yilda dunyo bo'yicha shunday kategoriya miqdordagi bemorlar borki, ya'ni ikkala sababga ham to'g'ri kelmaydi. Ya'ni tekshirganingizda vazni joyida, sog'lom turmush tarziga rioya qilgan, ovqatlanish joyida, irsiy sabablar yo'q, undan tashqari yurak va buyrak kasalliklari yo'q. Aynan Angliyaning Qirollik kollejida butun dunyo bo'yicha ilmiy tadqiqot ishlari olib borilgan, aynan shu yuzasidan. AQShda kardiologlar assotsiatsiyasi statistika beryaptiki, hozirgi kunda 19% shunaqa kategoriyadagi bemorlar paydo bo'lgan. Yuqori qon bosimi bilan og'rigan. Shunaqa yosh bolalarda. Yaponiyada 15.9%, Xitoyda 13%, lekin Hindistonda 6.6%. Farqini ko'ryapsizmi, yo'qmi? Shunda bu ilmiy tadqiqotlar izlanish olib borilganda nima sabab bo'lishi mumkin deganda, uni sababini gadjetlar, smartfonlar deb oxiriga yetilgan. O'z asosida hozir bolalar, yoshlar deganimda men taxminan 35-30 yoshlar nazarda tutgan edim. Lekin siz 7 yoshdan boshlab yubordingiz. Bu meni to'g'risi qo'rqitdi, to'g'risi. To'g'ri, qo'rqinchli. Bu holat juda yaxshi emas. Mana kechagina bizani bir yaxshi kursdoshim bor, Lafruz degan kardiolog, kardiorevmatolog bo'lib ishlaydilar. Biz yeni kursdoshlar doktorlar bilan o'zaro yana gaplashib ham turamiz. Umuman o'zimizda holat qanaqa O'zbekistonda bo'lib turibdi. Endi biz chet el davlatlarda bo'lganligimiz uchun u yoqlarni ko'proq bilamiz. Shunda u kishi ham aytib turibdiki, ishonasizmi, 8 yoshli, 10 yoshli bemor keldi. Yosh bola 170 ga 100 yoki 180 ga 100. Biz ularga hozir simptomatik gipertenziya tashxisini qo'ydik. Pediatr ko'rdi, sog'lom, urolog ko'rdi, sog'lom, kardiolog ko'rdi. Ular tarafdan patologiya yo'q va endokrinolog ko'ryapti, sog'lom. Unda gap nimada? Ya'ni bu yerda eng katta gap shundaki, uzoq davomida gadjet, telefonlarda tepasida o'tirgandan keyin yosh bolalarda stress paydo bo'ladi. Ya'ni bu soatlab 3, 4, 5, 6 soat sutkasida telefondan boshini ko'tara olmaydi. O'shaning uchun hozirgi mana Angliyaning qirolligida tadqiqot olib borilganda o'zlarining davlatlarida 23% bolalarda, ya'ni yosh bolalar va o'spirinlarda 23% qaramlik paydo bo'lgan. Va o'z-o'zidan yurak bilan bog'liq bo'lgan, ya'ni qon bosimi ko'tarilish bilan bo'lgan kasalliklar ko'paygan. O'shaning uchun ham hozirgi kunda
bu yuqori stress, bu hayrat, ya'ni gadjetlarda shunaqa holatlar borki, telefonlarda birdaniga xursand bo'ladi, xafa bo'ladi, siqiladi, nerv chiqadi, har xil jarayonlardan o'tadi. Bu yurak qon tomirlariga ta'sir qiladi, asab tizimiga ta'sir qiladi va tasavvur qilingki, tanadagi qanchalik gormonal fon o'zgarish bo'ladi. U to'xtovsiz har kun bo'lavergandan keyin mana bizda klinikamizda juda ham ko'p bolalar keladi nevrologik og'ir nuqsonlar bilan. Qo'shimcha yana bu ZPR, zadержка psixologik развития, ya'ni aqliy va nutqiy rivojlanishdan ortda qolishlar, ruhiyatda o'zgarishlar, qon bosimini tekshiramiz. Ularda ham qon bosimi baland bo'lib chiqadi. Endi biza nevropatolog va xalq tabobati mutaxassis shifokori va Xitoyda o'qiganligimiz sababli endi yurganimizdan bilamiz, o'zini nuqtalari bor. Shu nuqtalarga qo'yganimizdan keyin o'zi birinchi kursda o'zidanoq yaxshi o'zgarish bo'ladi. Tushunarli. Aziz Tolibovich, mana mutaxassislarimiz hozir jarayonlarni qilib bo'lishda adashmasam, keling birgalikda mana shu bemorimizni misollarida yuqorida siz ta'kidlab o'tgan nuqtalar haqida ham izohlab ko'rsatib gapirib bersangiz. Ya'ni o'sha asab tizimi bilan bog'liq kasalliklar bu boshga ta'sir qilish bilan va umuman bu holatlarda jarayon qanday kechadi? Shu haqida izohlab gapirib bersangiz. Hozir bu bemorimizga nima maqsadda, qaysi nuqtalarga ta'sir etildi? Bemorimiz ismlari Baxtiyor aka. Bu kishi bizda o'tgan hafta davolanib, lecheniya olib ketganlar. Bu kishiga hozir Baxtiyor akam juda zo'r katta natija bo'lgan. Yana iltimos qildik, keling o'zidagi natijalaringizni gapirib bering degan maqsadda. Hozir mana asablarni tinchlantirishga, uxlatishga, keyin xotiraga qo'yib berildi, keyin diqqatga qo'yilgan va zreniyalariga qo'yilgan. Ko'z qarashlari, ya'ni ko'rishga, bu glaukoma, katarakta, g'ilaylik kasalliklari bor, bilasiz. Mana yosh bolalarda ayniqsa ko'p uchraydi. Bu juda ham zo'r natija beradi. Mana shu hafta misol bir bemorimiz keldi, yoshi 9 yoshmidi, adashmasam, 11 yosh. 11 yoshli bola g'ilaylik bilan operatsiya ko'rsatilgan, oftalmologlar biza tekshirdik, bo'ldi, bu keldi, operatsiyani xohlamaymiz. Men aytdim, bo'ldi, kelaveringlar, davolaymiz deb lecheniyani boshlagandik. Ikkinchi kursda o'zida 30-40% o'zgarish bo'ldi. Mana hozirgi kursni tugatdik. Kecha tugatdikmi, bugunmi? Kecha tugatdik. 90% o'zgarish bo'lganda. Bunday qarasangiz hech g'ilaylik bo'lgan deb o'ylamaysiz. Ajoyib. Va to'g'risini aytish kerak, mana shu ignalar go'yoki hech bitta ishni bajarmayotgandek, bir qarashda ishonish qiyin bo'lgan jarayon. Aytingchi, nuqtalar aynan topib qo'yilgan maxsus nuqtalarga qo'yilganda organizmimizda qanday jarayonlar kechadi? Bu igna sanchish muolajasi bizga qaysi yo'sinda yordam beradi? Shu haqda gapirsa bo'ladimi? Bo'ladi. Nina qo'yganimizda har bir qo'yadigan nina nuqtamizda nerv tugunlar joylashgan. Bu o'z-o'zidan markaziy va periferik nerv tizim sistemasiga borib, simpatik va parasimpatik tizimiga ta'sir qiladi. O'z-o'zidan qon tomirlarini torayish, kengayishini bu nervlar bajaradi. Ya'ni vegetativ nerv sistema deydi tibbiyot tilida. Biz aynan shu nuqtalar to'g'ridan-to'g'ri ichki a'zo bilan bog'liq bo'lganligi sababli igloterapiya orqali qisqa muddatda natija ko'rish mumkin. Buni zotan bir ayrimlar mo'jiza bo'lishi mumkin deyishadi. Bu haqiqatan ham bir mo'jizaga o'xshaydi. Buni mo'jizaligini odam o'zida his qilib ko'rsa, haqiqatan ham tushunadi. Haqiqatan ham juda yaxshi uslubli. Tushunarli. Shu o'rinda yana bitta savol paydo bo'lishi mumkin. Xo'p, aytaylik, hozircha endi mana yoshi katta insonlarni olaylik. Yuqori qon bosimi bilan muntazam og'rigan bemorlar ignoterapiya muolajalarini qancha vaqt oralig'ida olib turishlari kerak yoki ular bir umr mana shu muolajaga qaram bo'lib qoladilarmi? Bunday bemorlarimizni umumiy holatiga qarab mutaxassis tomonidan 1 oydan 1 yilgacha muolaja qilinadi. Bu muolajalardan so'ng bu mavzuga umuman qaytilmaydi. Keyingi qanaqadir bir yana qo'shimcha kasalliklar bo'lsa yo tanishlarda bo'lsa, faqatgina xalq tabobatini tanlashadi. Tushunarli. Azizbek, yuqorida siz aytdingizki, bolalarda ham 9-8 yoshli bolalarda qon bosimi yuqori ekanligi kuzatilyapti. Lekin to'g'risini aytish kerak, biz oilalarimizda farzandlarimizni boshi og'rib qolsa yoki bir qanaqadir bezovtalik bo'ladigan bo'lsa, biz ularni qon bosimini o'lchash haqida o'ylab ham ko'rmaymiz. Chunki qon bosimini katta odamlarniki o'lchanadi. Ya'ni bolalarda qon bosimi yuqori ekanligini qanaqa bir ko'rinishlari, qanday belgilari bor? Birinchi belgilari bolani bosh og'rishni boshlaydi. Agar yoshroq bo'lsa, qo'li bilan boshini ushlaveradi.
agarda u bolangizni boshini silayman desangiz o'zi xohlamagan bilmagan holatda qo'lingizni olib tashlaydi. Keyin ko'ngillanish paydo bo'ladi bolada va ishtahasi yaxshi bo'lmaydi. Shunaqa paytda birinchi pediatrga ko'rsatishimiz kerak bo'ladi. Pediatr keyin o'zi yo'naltiradi, yo kardiologga, yo nefrologga bu analizlarni ko'rgandan keyin. Ana undan keyingina tor mutaxassis ko'rib davolash muolajalari boshlanadi. Tushunarli. Mana hozir mijozimizga qo'llariga ham ignalar qo'yilgan va qayerlardadir yashil toshlarni ham ko'ryapmiz. Bular ham aynan shu yuqori qon bosimi bilan bog'liqmi yoki boshqa bir sabablarga qo'yilganmi? Bu hozir qo'llariga qo'yganimiz asosiy qo'llab-quvvatlovchi nuqtalardan bittasi hisoblanadi. Bu oshqozon ichak tizimidagi muammolarni butunlay hal qilish hisoblanadi. Ichak tizimi, oshqozon ichak tizimi ikkinchi miya vazifasini bajarganligi uchun bu tochkaga qo'yishimiz biz insonni yana ham tetiklashtiradi, ham desa charchoqlarni oladi, hayotga bo'lgan yana qiziqishlarni orttiradi. Demak, Dilshod, biz shunday xulosa qilsak bo'ladimi? O'sha oshqozon tizimi bu deyarli ikkinchi miya vazifasini bajaradi deyapsiz. Demak, qon bosimi oshqozon tizimida buzilishlarning oqibati ham bo'lishi mumkinmi? Ha, bo'lishi mumkin. Chunki qarang, chaqaloq ona homila davrida kindik orqali oziqlanadi va nervlar ham ichak orqali boshlanadi. O'shaning uchun Xitoy tibbiyotida birinchi agarda bosh bilan shikoyat bo'lsa, u bemorda ichaki davolaniladi. Aksar holda u bemorlarning hayot jarayonini o'rgansangiz, birinchi o'rinda profilaktika. Ya'ni bemor nima sabab keltirdiki, bu bosh og'riq bo'lgan, xafaqon kasalligi, qon bosimi ko'tarilib turibdi. O'shaning uchun birinchi o'rganganimizda sabab suv bo'lib chiqadi. Suvning kamligi. Yo'q. Sovuq suvni, xona harorati va sovuq suv yoki xolodilnikdan suv olib ichishlikda asoratlar bo'lib chiqadi. Demak, Aziz Tolipov, yuqorida yoshlarimiz orasida yuqori qon bosimining sabablarini agar sanaydigan bo'lsak, gadjetlarni aytdingiz. Sovuq suvlar bu juda muhim hisoblanadi. Keyin shirinliklar. Shirinliklarda eng yomon narsa hozir sun'iy shirinliklariga yog'lar qo'shiladi va aspartam moddasi qo'shiladi. Bu o'z-o'zidan gormonal fonni buzib tashlaydi, ya'ni metabolizm buzib tashlaydi. Bu masalan biz yaxshi ko'ramiz haqiqatan ham shirinlik, to'g'ri, lekin oldin biz kutgan kakao shirinliklar bo'lgan, lekin hozirgi kunda biz o'ylagan tabiiy shirinliklar bo'lgani yo'q, kam miqdorda juda ham. Endi mana shu holatda yana bitta qo'rqinchli savol paydo bo'lyaptiki, mana hozir mijozimiz Baxtiyor aka necha yoshga hozir kirganlar? 67 ga kirgan. 67 yoshlarda Baxtiyor aka yoshli kichkina bo'lganlarida gadjetlar bo'lmagan, shirinliklar bu qadar ko'p bo'lmaganda ham mana shunday holatda bo'lyaptilar. Hozir katta bo'layotgan yoshlarimiz 70 yoshga, 60 yoshga borishganda ahvol qanday bo'lar ekan? Ahvol juda ayanchli bo'ladi. Agar shu ketishda ketaversa. Shu ketishda bo'lsa ayanchli bo'ladi. Lekin sog'lom turmush tarziga rioya qilsa, vaznini ushlasa, gadjetlarga mukkasa ketib qolmagan bo'lsa, ya'ni hamma narsaning normasi yaxshi. Normasi bo'lsa, har qanday kasallik, patologiya bo'lsa, undan zamonaviy tibbiyot, xalq tabobati tibbiyotini uyg'unlashtirilgan holda davolanib chiqsa, hech narsa bo'lmaydi, yaxshi bo'ladi ya'ni. Tushunarli. Mana hozir biz miriqib suhbat quryapmiz va adashmasam ignalar o'z ishini bajarishyapti. Shunaqa. Va bu ignalar bugun uchun o'z ishini bajarish uchun qancha vaqt kerak bo'ladi? Qancha yana turish kerak? Endi kasalliklarga qarab aslida qo'yiladi. Bu 5 minutdan 1 soatgacha qo'yiladi. Hozir biza Baxtiyor akamga aktivlashtirilgan nuqtalarga qo'ydik va stimullashtirilgan, ya'ni quvvatlantiradigan. Bu 5 minutdan 20 minutgacha turish mumkin. Tushunarli. Demak, Baxtiyor aka hozir muolajani olib bo'lganlaridan keyin o'zlarining umumiy holatlari haqida o'zlari juda ham chiroyli qilib gapirib bera oladilar. Albatta. Juda ham yaxshi. Aziz Tolipov, menda yana bitta savol paydo bo'ldi. Yuqoridagi savollarimizdan kelib chiqib bitta shunday savol. Bugun biz ayta olamizmi, siz o'zingiz biror bir amaliy bir mashqmi yoki bir nimadir qilsak bo'ladimi? Necha yoshda bo'lishimizdan qat'iy nazar, boshimizda muammo bor va biz shifokorga murojaat qilishimiz kerakligini biz uchun belgilari yoki biror bir qanday yo'lidir bormi, shu narsani bilishimiz kerak. Kim? Mana studiyamizda nechta odam? Yaxshi, juda yaxshi savol berdingiz, juda zo'r savol berdingiz. Bu mana oxirgi 20-30 yilda bu zamonaviy
tekshiruv tashxis qo'yish apparatlari chiqdi, MRT, MSKT va hokazo. Lekin oldin 100 yil oldin qanday bo'lgan degan savol tug'iladi. 200 yil oldinchi, 300 yil oldinchi degan savol tug'iladi. Nima, oldin kasal bo'lmaganmi? Oldin qanday tashxis qo'yilgan savol bo'ladi. O'sha ko'pchilik hozirga diqqat bo'lib qolgan. Bizda mana Xitoyda o'qiganimizda, Tibetda o'qiganimizda, Indiyada, Tailandda, Sharq davlatlarida aynan meni xalq tabobatini yaxshi ko'rganim, xalq tabobati bu surunkali kasalliklarga zo'r natija beradi va oson tashxis qo'yish mumkin. Bitta metodika bor, uslub bor. Shu uslubni qilsa 20 soniya sanaysiz, ya'ni 20 tagacha sanaysiz. Agarda shu mashqni siz bajara olmasangiz, demak sizda bosh bilan bog'liq bo'lgan kasallik bor, demak siz shifokorga murojaat qilishingiz kerak. U qaysi mashq? Hozir birgalikda bajarsak bo'ladimi? Birgalikda hammalaringizga ko'rsatib beraman va teletomoshabinlarga ham ko'rsataman. Hammalaringiz o'rnlaringizdan turib bajarib ko'ringlar. Agarda siz bajara olmasangiz 20 daqiqa, ya'ni 20 soniya, 20 soniya, ya'ni 20 tagacha sanaysiz. Shu mashqni bajara olmadingizmi, demak shifokorga murojaat qilish kerak. Lekin ayrimlar borki, sal bosh og'riydi, har xil holatlar bo'ladi. Masalan, bugun bemor keldi. Doktor deyapti, menda onkologiya bormi, yo'qmi deydi. To есть vahimaga tushgan, tekshirganimizda analiz hammasi joyida. Lekin shu holatda har bir odam o'zini o'yida shuni bilib olishi mumkin. Bo'ladi. Hozir masalaga xohlasangiz bilan men shu sahnalashtiruvchi operatorimiz Akmal akamni taklif qilib, Akmal akam bilan birga shu mashqni bajarib ko'rsak deb taklif qilmoqchi edim. Bo'ladi. Chunki Akmal akamning salomatliklari biz uchun juda ham muhim. Endi men o'zim hozir poshnadanligim uchun sal qo'rqib turibman. Bo'ldi. Akmal aka, keling bitta shu mashqni bajarib ko'rasizmi biz bilan? Operatorimiz bilan. Teletomoshabinlarimiz ham hozir xonadonlaringizda o'rningizdan turgan holatda Akmal aka keling. Mana shu mashqni bajarib ko'rsangiz bo'ladi. Mashqimiz nimadan iborat bo'ladi? Hamma narsa oson ko'riladi. Har bir kasallikni oson boshida tashxis qo'yish mumkin. Endi mana bitta chiziqqa oyog'imizni qo'yamiz. Bir chiziqqa oyog'imizni qo'yib, qo'limizni ko'taramiz. Keling, endi qilasiz. Bitta chiziqqa oyog'ingizni qo'ying. Yaxshi. Mana qo'ydik. Endi sen nazorat qilib turgin. Qo'limizni ko'taramiz. Qo'limizni ko'tardikmi? Endi ko'zimizni yumib 20 gacha sanaymiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Voy, ana Akmal akamga vrach kerak emas ekan. Mana. Ya'ni bu tashxis bilan, ya'ni bu tekshiruv uslubi bilan bosh bilan bog'liq bo'lgan Akmal akamda kasallik jiddiy yo'q. Hozir keling Akmal aka sizga. O'shaning uchun bundan ko'nglingiz xotirjam bo'lishi mumkin. Ya'ni har bir Akmal aka boshingiz aylanmadimi yo o'zingiz mahkam ushlab turdingizmi o'zingiz? Aylanmadi. Aylanmadi boshingiz. Lekin meni qon bosim bir hayajonlansam yoki asablashsam davleniyam oshadi. Qon bosimim oshib turadi. To'g'ri. Bu bosh bilan emas, bu yurak bilan bog'liq. Ana. Akmal akam yuraklarni siqadigan voqealar bor-ku hayotda. Gadjetlar, mana bugun biz xasta bo'lmang dasturiga kelayotganimizda Akmal akam bilan birga keldik. Akmal akam ham o'sha yosh nabiralarni, kichkinalarni juda ham telefonga bog'lanib qolib, gadjetlarda bo'lar bo'lmas narsalar ko'rayotgan haqida kuyinib gapirdilar. To'g'ri. Gadjetlar hozirgi kunda bolalarni, nafaqat bolalarni, kattalarni ham aqliy rivojlanishiga to'siq bo'lib turibdi. Chunki kitob bilan gadjet bu nima farqi bor? Kitobda tasavvur ishlasa, yo'q. Kitob bu ilm oladigan maskan. Kitob. Internet bu ma'lumot oladigan maskan. Internet orqali ilmingizni oshira olmaysiz. U tayyor mahsulotni bizga uzatadi. O'shaning uchun biz logika, mishleniya, diqqat, fikr, mantiqlarning hammasi bo'lishi uchun kitobga biz ko'proq e'tibor berishimiz kerak. Vaqt kelganda aytaman. Akmal aka mikrofon bering. Aytamanki, mana shu kitobni o'qigandan keyin ham ko'z ko'radi, ham miyada bu analiz qilinadi. Ko'z bilan o'sha bo'layotgan voqealarni ko'zi bilan tasavvur qiladi. Ana shunda ongida yangi narsalar
o'sha meditsinada aytiladiku, har bitta miyada qabariqlar bor, chiziqchalar bor. To'g'ri. Shularda qabariqlar qancha ko'paysa, o'shancha aql ko'payadi. Hozirgi ko'rinayotgan mana shu telefon deymiz, endi gadjetlar deymiz, bular tayyor narsani olib shunday hazm qiladi. Xohlasa yutadi, xohlamasa yo'q. Lekin bir xil odamlar shunga bog'lanib qolgani, ularni fizik holatidan, qon bosimidan har kuni aytasiz-ku, qimillab tursa, hech narsa nima deydi, turib qolgan suv ham 2-3 kundan keyin nima qiladi? Bulg'anadi. Aynan. Shuning uchun oqib turish kerak. Miya ham xuddi shunaqa deb o'ylayman men. To'g'ri. Aziz Tolibovich, ko'ryapsizmi, xasta bo'lmang dasturini har bitta komandamiz a'zosi mana shunday mutaxassislardan kerakli ma'lumotlarni olamiz va ularni o'z hayotimizga tatbiq etamiz. Endi yuqoridagi mashqni bir xulosasini berib qo'ysak, Aziz Tolibovich, agar ana shu mashqni Akmal akam bajara olmadilar, ular vrachga murojaat qilishlari kerak deyishimiz uchun nima bo'lish kerak edi? Oyoqlar nima bo'lish kerak? Ya'ni turganlarida yiqilishlari kerak edi, ya'ni og'ib ketishlari kerak edi. O'shaning uchun olmasdi biza nazorat uchun qo'ydik, orqalaridan og'ib ketishlari kerak edi. Agarda shunaqa holat tomoshabinlarimizda bo'lgan bo'lsa, demak siz o'zlaringizni hududiy shifokorlaringizga, poliklinikalarga murojaat qilish kerak, tibbiyot birlashmasiga. Tushunarli. Demak, 20 soniya davomida ko'zingizni yumib, ikkita qo'lingizni yonga uzatgan holatda qimirlab ketsangiz yoki ko'zingizni ochib yuborsangiz, muvozanatni ushlay olmasangiz, demak sizni boshingizda u yoki bu xastalik bo'lishi mumkin ekan va bu xastalik og'irlashib ketmasligi uchun albatta uni oldini olish maqsadida shifokorlarga murojaat qiling deymiz. Aytibsizlar. Marhamat, o'zingizni tanishtirsangiz. Baxtiyor aka, mikrofonni olib. Marhamat. Assalomu alaykum. Men Buxorodan keldim. Shu igna terapiyani qo'yish uchun, olish uchun va davolanish uchun kelgandim. Hozirgi olgan muolajalarimga qaraganda ahvolim juda yaxshi bo'ldi. Bu uchun doktorlarga minnatdorchilik bildiraman. Har oy bir marta kelib shu kurs lecheniyani olyapmiz. Xudoga shukr, yaxshi bo'lyapman hozir. Baxtiyor aka, qanday shikoyatlar bilan kelgan edingiz? Bu shikoyatlarim menda insult kasalligiga chalingan edim. Insult kasalligida bu o'ng tomon, oyoq va qo'llarni ishlash darajasi pasayib ketgan edi. Harakatlar cheklangan. Harakat yaxshi emas edi. Shu uchun kelayotgandim. Bu yerda boshqa muolajalarni qilganimizda insulinni olayotgan edim. Hozir bu yerga kelib insulinni ikkinchi kursdan keyin 2 insulin olmayapman. Yaxshi. Dorilarni ham kamaltirdik anchaga. Dorilarni ham kamaltirdik. Qo'lim yana yaxshi ishlayapti. Faqat nutq ozgina oqsayapti. Bu ham joyiga tushib ketsa kerak deb o'ylayapman. Mana shu haqda endi doktoringizdan so'rasak-a? Baxtiyor akamda meni qadrdon bir akamizni dadalari bo'ladilar. Bu kishi insult bo'lganlar. Kelganlarida qon bosimi baland edi, 160 edi va qandli diabet kasalliklari bor edi, ikkinchi tipi 18-20 har kuni insulin olganlar. Bizning birinchi kursda o'zidanoq bizga kelganda bemorlarni birinchi o'rinda biz bosh oyoq lecheniya qilamiz. Ya'ni tabobatda shunaqaki a'zolarni bo'lib davolasa kutgan natija bo'lmaydi, chunki hammasi bir-biri bilan chambarchas bog'liq. Aynan mana bu yerda ko'rsatilgandek biz insultni asoratini lecheniya qildik, qon bosimiga davoladik, qandli diabetga davolashni boshladik. Birinchi kurs o'zidanoq, birinchi kursda 15-kunidan insulinni olish to'xtagan. 15-kunidan, ikkinchi kursga kelishdi. Ukalari Bobur akam juda xursandlar, aka juda zo'r natija. Keyin tabletkani davom ettirdilar. Oxirgi payt hozir tabletkani ham ichmayaptilar. Mana bugun ertalab 5-6 bo'lgan. 3 kurs oldik.
lekin qandli diabetdan to'liq forig' bo'lishimiz uchun har bir kasallikni o'zini etap kursi bor. Masalan, insultga bir 5-6 kurs ketadi ayrimlarda. Ayrimlarga 3-4 kurs ketadi. Lekin qandli diabetni masalan biz davolab tuzatishimiz uchun 7 ta kurs ketadi. Endi uni bosqichiga qarab, darajasiga qarab, lekin o'shaning uchun ham mana birinchi kursda o'zida yaxshi o'zgarish bo'lib, mana o'tgan hafta tugatdik biz 3-chi kursimizni. Xudoga shukr, o'zgarishlari yaxshi. Kelganlarda даже harakatlar juda cheklangan edi, qiynalgandilar. Ana shu harakatlar haqida so'ramoqchi edim. Baxtiyor aka, qaysi qo'lingizda harakatlar cheklanib qolgan edi? Hozir qaysi darajada o'z holiga qaytib qoldi? Qaysi qo'lda? Mana shu mikrofonni ushlab turgan qo'lim, o'ng qo'limda harakat cheklangan edi. Harakat cheklanganda ham ovqat yeyish, qoshiq ushlash qiyin bo'lgan. Qiyin. Ajoyib. Tushib ketardi qoshiqlari. Qo'shib ketardi. Kelganlarida biz aytdikki, Xudoy taolo har bir dardga 10 ta shifo berib qo'yibdi. Har bir dardga. Hech qaysi bir dardda shifosi yo'q emas. O'shaning uchun ham faqatgina biz nima qilishimiz kerak? Shifokorlar izlanishimiz kerak buni tagiga yetishimiz uchun, davolab tuzatishimiz uchun. Albatta, albatta. Baxtiyor aka, shu mikrofonni mahkam bir ishonch bilan ushlab turganingizdan ham bilsak bo'ladiki, siz hozirgi holatingizni qanday qadrlayotganingizni, mana shu holat qaytganda qanchalik xursandligingizni bilsak bo'ladi. Endi kelajakda rejalaringiz qanday? Mana shu igna sanchish muolajalariga bo'ldi, sog'ayib ketdim, endi esimdan chiqaraman deysizmi yoki kanda qilmaysizmi? Yo'q, bu yerni to oxirigacha davolanmoqchiman. Bu yerda 7 kurs dedilar. 7 kursga keyin har oy bir marta kelib davolanmoqchiman oxirigacha. Chunki bundan oldin ham boshqa davlatlarga ham borganmiz. Bolalarimiz bordi, masalan Xitoyning o'ziga ham bordi davolanishga, Chexiyaga olib bordi, keyin Dubayga olib bordi. Shifoni endi mana o'zimizni yurtimizda topibsiz. O'zimizni O'zbekistonda topibsiz. Mana hozir chet davlatlar haqida gapirdingiz. Bizda mana haqiqatdan qo'shni davlatdan kelgan mehmonimiz ham borlar, ha? Надежда Юрьевна, пожалуйста, представьтесь, пожалуйста. Мархамат. Ассаляму алейкум, здравствуйте. Меня зовут Надежда, я родом из России. У меня очень ответственная работа, которая требует постоянного концентрации внимания, энергии, тонуса, постоянной концентрации. Нужно быть в форме всегда, каждую минуту. И в какой-то момент я стала чувствовать, что энергия у меня пропадает, тонуса стало меньше. В конце рабочего дня у меня начинают болеть глаза от напряжения. И вот эта шейная зона, она тоже как камень. Это, конечно, для моей работы, для моей жизни было недопустимо. Я стала... И общее состояние слабости. Ну, то есть нет вот жизненной энергии, ее стало гораздо меньше. И я стала искать способы, как восстановить энергию, как восстановить тонус, так, чтобы продолжать жить той жизнью, которой я живу. И иглотерапия – это то направление, на которое я обратила внимание. Я пошла к доктору, мы сделали диагностику, доктор мне назначил лечение, и в течение 5 дней я проходила курс иглотерапии. И хочу сказать, что в настоящий момент, вот у меня курс закончился, ко мне вернулась энергия, я начала улыбаться, у меня жизненный тонус, у меня все те планы, которые я для себя наметила, знаю, что я их буду реализовывать. Спасибо, Рахмат Азизбек Ака, за то, что вы меня поставили на ноги в тот момент, когда мне это было нужно. И я для себя точно решила, что направление иглотерапии теперь плотно будет в моей жизни существовать, присутствовать, и я буду проходить профилактику. Только у нас в Ташкенте. Обязательно. Спасибо. Надежда Юрьевна, вам отдельное спасибо за сегодняшний ваш прикид. Вам очень идет. Имидж очень красивый, да. Я тоже заметил. Да. Рахмат. Спасибо. С большим уважением, с большой любовью. Рахмат. 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 Najda opamiz Moskvadan mehmon. Birinchi shunaqa bo'ldiki, xo'jayinlari keldi bizga lecheniyaga. Kelgandan keyin birinchi kun olganni o'zidayoq xo'jayinlar aytdiki, aziz Dila, men ayolimni olib kelishim kerak. Men bugun telefon qilaman, ertaga uchib keladi, to'g'ri aeroportdan bu yoqqa keladi, lecheniya boshlaysan dedilar. Xo'p bo'ladi dedik. Keldilar, uchib keldi. Men hazillashdi deb qo'ydim. Qarasam, haqiqatan ham jiddiy
ayollarni kelganlar, samolyotda tushdilar, tekshirdik. O'tgan hafta edi, na proшлой неделе полетели. Keldilar, tekshirdik, tomirlarni ko'rdik. Ularga hayratlanib, davolasa bo'ladimi dedilar. Bo'ladi. Qanday bo'ladi natija? Men aytdimki, sizda 18-20 yoshlik qilamiz. Natija bo'ladimi? Shunaqa natija desam, o'sha o'yladilar, hazillashib turibdi deb. U qanday bo'ladi? Masalan, bizani lecheniyadan tugatgandan keyin sizda ko'zingiz oldida bitta parda olinadi. Ya'ni hayotda hozir kunda siz oq qorada yashab yurgan bo'lsangiz, hayotingiz rang-barang bo'ladi. Bu bir. Yanada hayotga yashash ishtiyoqingiz, motivatsiyangiz kuchayadi. Charchoqlar yo'qoladi. Masalan, deylik, tasavvur qiling, 20-25 yoshingizda siz 24 soat ishlagansiz, charchoq degan narsani bilmagansiz. Xuddi shunaqa bizani muolajadan keyin ayrim kasallikning darajasiga qarab shu energiya qaytib, siz yanada quvvat paydo bo'lib, yana o'zingizni asl hayotingizga yo'lingiz bilan o'z maqsadlaringizga erishishingiz mumkin bo'ladi. Mana Najirda Yurni biz dasturdan avval o'sha pardozxonasida ko'rishganida ham birinchi bo'lib aytgan gaplari, menga tabassum qaytib keldi, men tabassum qilishni boshladim dedilar. Va насколько я знаю, это в вашей жизни не впервые, да? И не только вы в Узбекистане это попробовали. Да, раньше иглотерапия также присутствовала в моей жизни, но то, что мне понравилось очень в этот раз, это, во-первых, курс, который длится 5 дней. Для работающего человека это очень важно время. Дополнительно курс иглотерапии, он сочетается с другими манипуляциями, с пиявками, с банками. И комплексная терапия, она дает очень быстрый, очень нужный эффект. Поэтому я для себя сделала выбор, буду ходить к Азизбек Акам. Да. Когда человек здоров и счастлив, расстояние, оно никакого значения уже не имеет, да? Совсем не имеет. Всегда добро пожаловать в наш Узбекистан, Ташкент. Xush kelibsiz, har doim deymiz. Мы будем всегда стараться оправдать надежды своих пациентов. Да, aytganingiz kelsin. Va mehmonlar, bugungi ishtirokingiz uchun sizga minnatdorlik bildiramiz. Baxtiyor aka, Buxoro bilan Toshkent juda ham qisqa masofa bo'lib qolganiga ishonamiz. Marhamat. Rahmat kattakon, sog' bo'ling. Rahmat. Xush kelibsizlar. Rahmat, sog' bo'ling. Aziz Tolipov, qarang, mehmonlarimiz o'sha sizni qo'lingizdan deylik, o'sha yaratganni bir ne'mati bilan shifo olayotganlar, bizni millatimizga ham, bizni vatanimizga ham mana shunday hurmatni namoyish etayotganlar, albatta bu quvonchli. Qarang, ko'pincha biz shunday holatlarni ko'ramizki, yosh yoki o'rta yoshdagi odamlar nimagadir boshim og'riyapti, bugun nimagadir uyqum qochgan yoki nima uchundir uyqum kelmayapti degan holatlarda u qadar jiddiy qarashmaydida, qandaydir bir og'riq qoldiruvchi tabletkalarni ichib yuborsam yoki ko'pchilik qahva ichsam og'riq o'tib ketadi deb mana shunday holatda yuraveriladi. Mana shu holatga siz mutaxassis sifatida qanday izoh, baho bergan bo'lardingiz? Bu savolga doktorimiz javob bersalar. Bosh og'rig'i bilan asosiy sabablardan bittasi bu kam suyuqlik iste'mol qilish hamda suyuqlik iste'mol qilganda ham sovuq holatda qabul qilish. Sovuq holatda suyuqlikni, suvni ichganda u inson organizmi hazm tizimiga zarar yetkazadi, modda almashishini buzadi. Shuning oqibatida ham inson bosh og'rig'iga olib keladi. Sovuq suv deganda faqat muzlatilgan yoki bo'lmasa xolodilnikdan olingan suvlar emas. Oddiy xona haroratidagi suv ham inson tanasi uchun muzdek hisoblanadi. Normal xona harorati 22-20 gradus bo'ladi. Inson tanasida esa 36-6 gradus bo'ladi. Shunda ham suyuqlik qabul qilganda ham iloji boricha 38-40 gradusdagi suvlarni qabul qilsa, inson salomatligiga ancha foydasi tegadi. Tushunarli. Shu o'rinda o'zimda ham savol paydo bo'ldi. Men 1 soat davomida jonli efirdaman. Menga ham tomog'im qurib qolmasligi uchun suv berishgan. Avval boshda bu rahmat. Avval boshda bu suv issiq bo'ladi. Bizga har doim qizlarimiz issiq suv berishadi, lekin dastur so'ngigacha u deyarli xona haroratiga tushib qoladi daraja. Aytingchi, agarda bizda o'sha necha daraja bo'lgani yaxshi dedingiz? 38 darajadagi suv ichishni imkoni bo'lmasa, sovuq suv ichgandan ko'ra suv ichmay qo'ya qolgan afzalroqmi yoki bunda qanday yo'l tutish mumkin? Albatta, yo'q, ichish kerak. Albatta, har doim ilitib ichsa yana ham a'lo bo'ladi narsa. Tushunarli. Afzalligi haqida gapiryapsiz. Endi bu yerda bilasizmi, bu yerda o'rtacha, masalan, doim sovuq va xona haroratida ichib yurish bu ziyon. Masalan, siz orada bir kun yarim stakan, 1 stakan ichdingiz. Bu uni ziyoni yo'q. Ya'ni faqat insonlarni bir
ramkani ichiga tiqish maqsad emas. Ya'ni aksar iste'mol qiladigan suvimiz issiq bo'lishi kerak. 35-40 gradus. Xolodilnik bo'lmaslik kerak. Bu qat'iyat. Chunki kelajakda xafa qon kasalligi, qon bosimi ko'tarilishiga, oshqozon ichak kasalliklarini keltirib chiqish sabablariga aylanadi. Tushunarli. Demak, imkon bo'ldimi 38 darajadagi suvni ichishga harakat qilamiz. Muzlatgichdan suvdan mutlaqo voz kechamiz. Xona haroratidagi suvni ham vaqti bilan me'yorda iste'mol qilib turamiz. Yaxshi aniqlik kiritib berdingiz. Bir narsani teletomoshabinlar ko'p boshi og'rib yurgan teletomoshabinlarimiz o'zlaringizni hayotlaringizga munoqil qarasanglar, hammalaringizda yo xolodilnikdan suv ichasiz, yo muzday gazlik ichasiz, yoki xona haroratidan past sovuq suv ichasiz. Dori ichganlaringiz foydasi bo'lmaydi, muammongiz yopilmaydi. Masalan, shunaqalar borki, ozaman deydi, hamma narsaga rioya qiladi. Lekin muzday suvlarda ichganingizni o'zi sizni sovuq suv sizni semirtiradi. Semirtirishgan sababi oshqozon, ichak tanangizda metabolizmni sekinlashtiradi, hazm tizimini sekinlashtiradi. Qarabsizki, yegan ovqatingiz hazm bo'lmagandan keyin sovuq suv ichdingiz, u vazn olishga olib keladi. Tushunarli. Qon bosimi haqida gapiryapmiz. Yana shunday bir savol bor bizda. Yuqori qon bosimi xavfli ekanligini ancha ko'pchiligimiz yaxshi bilamiz, lekin qon bosimining doimiy ravishda past yurishichi, u nimasi bilan xavfli? Odatda bu arterial gipotenziya deb ataladi. Arterial gipotenziya organizmda qon bosim past yurishi, birinchi navbatda yurakda ritm buzilishi hamda bu gormonal buzilishni yuzaga keltirishi mumkin. Ikkinchi holatda, agarda organizmda gipotenziya holati yuzaga keladigan bo'lsa, butun organizmdagi qon kamayishi emas, balki bosh miyadagi qon kamayishi hisobiga uyquchalik buzilishi, asab, tez charchash, holsizlik va e'tiborsizlikni yuzaga keltirib chiqarishi mumkin. Uchinchi holatda, agarda shu arterial gipotenziya yuzaga keladigan bo'lsa, odam organizmida hushdan ketish yoki tana rangi ko'karish holatiga olib kelishi mumkin. O'shani hisobiga u holatdan chiqib olishimiz darkor. Tushunarli. Demak, past qon bosimi ham birdek xavfli ekan. Va mana hozir telefon raqamimizga kelgan savollarga o'tadigan bo'lsak, bu yerda quyidagi savollar bor. Yoshim 36 da, bel sohasida 3 ta, bo'yin sohasida boshlang'ich grija bor. Igna sanchish muolajasi bilan davolana olamanmi? Juda yaxshi. Igna aynan umurtqa spinalniy patologiya deydi. Umurtqa pog'ona kasalliklari, ya'ni umurtqa o'qidan siljiganmi yoki grijasi bormi, protruziyasi bormi yoki skolioz, kifoz va hokazo har xil kasalliklar bor. Bular igloterapiyadan aynan zo'r yaxshi natija bo'ladi. Va natijani olgandan 2-3 kundan o'zi uzog'i sezishni boshlashadi bemorlar. O'shaning uchun kasallik, ya'ni grijani, cho'rrani katta kichikligiga qarab biz kurs lecheniya tavsiya beramiz. Masalan, 3 yoki 4 kurs lecheniya, balki 1 yoki 2 kurs lecheniya olishadi. O'sha olgan kursning o'zidayoq yaxshi o'zgarish natija bo'lishi. Ya'ni mutaxassisga ham bog'liq. Nuqtalarga ham o'qigan ong osti degan narsa bor. Ya'ni informatsiya ong ostiga ketaveradi. Inson ongi qabul qila oladi. 15-kadr uje u yoqqa ketadi. Tushunarli.